لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمد لله الذي أنزل القرآن مبشرا ونذيرا وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في قرآن العزيز: أستعيذ بالله بسم الله أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. Mülk Suresi'nin 20-21 ayetleri. Sizlarga yordam beradigan kuch-quvvat qo'shuni kim biladi? Rahman Taala yordam bermasa, Rahman Taalasiz, Rahman Taala'nın kuchi yordamisiz sizlarga qaysi qo'shin yordam beradi? Kafirlar faqat o'zini o'zi aldash ishida yashayotdi. Sizlarga Allah Subhanahu va Taala rizqni to'xtatib qo'ysa, kim sizlarga rizq beradi? Balki Allah Taala'nın payg'ambarlariga, Allah Taala'nın osmon va zaminda qo'ygan hujjatlarga va Allah Taala kech kunduz bergan rizqni foydalanib turib shu rizqqa tangan kafirlar mutakabbirlik haqdan o'kishda ching turib oldi. Qur'oni Karimninki oyatlari bir-biriga munosabatlik. Allah Subhanahu va Taala Qur'oni Karimda kitabun uhkimat ayatuhu deb Sura Hud'ning 1-oyatida shunday deganki, Qur'oni Karimning oyatlari bir-biriga mustahkam aloqasi va ham Qur'oni Karimning oyatlari hukmi aniq bekitilgan oyatlar deb Allah Subhanahu va Taala shunday degan. Demak, bir-biriga bog'lanish, mustahkamlik Qur'oni Karimning asosi. Undaq bo'lganida Allah Subhanahu va Taala ilgirki oyatda Estaizu billah amintum man fis samai osmondagi zot ulug' Allah Subhanahu va Taoladan sizlarni yerga yutqizishdan xotirjam bo'la olamsizlar deb Allah Subhanahu va Taala yuqorqi oyatda shunday degan. Xuddi bu joyda Allah Subhanahu va Taala degandekki, sizlarni mushu Allah Subhanahu va Taolaning azobidan qo'g'dab qoladigan biror qo'shinga tayinib turib, sizlar Allah Subhanahu va Taolaning azobidan xotirjam bo'la olamsizlar? Allah Subhanahu va Taolo sizlarni qo'ydimasa, Allah Subhanahu va Taolaning azobi kelgan chaqda sizlarga yordam beradigan qanday qo'shin bor? Sizlar bu dunyodagi sabab qonuni bilan o'zaro birsi-birsinglarning kuchni birsi-birsinglarga ko'rsatishda yoki sabab qonuni bilan ba'zi yomonliklardan mudofaa qilishda sabablarni turg'izganinglar bilan agar sizlarga keladigan g'azab Allah Subhanahu va Taolodan kelsa, sizlar Allah Subhanahu va Taolo sizlarga iroda qilgan g'azabdan, yomonlikdan qanday qos kuching bilan qo'llanasizlarki, hech qanday kuch bilan qo'llanmaysizlar. Ya'ni sizlarni Allah Subhanahu va Taoloning azobidan himoya qiladigan hech qanday qo'shininglar yo'q. Allah Subhanahu va Taolo bunday dedi. Estaizu billah va iza aradallohu biqawmin su'an fala maraddalah. Surat 11-oyat. Allah Subhanahu va Taolo bir qavmga, bir jamoatga yomonlikni iroda qilsa, yomonlikni keyniga chekindirib atqish yo'q. Hech qanday bir
keyniga chiqarib o'tadigan kuch yo'q. Keyniga yondirib o'tadigan, mudofaa qilib to'sadigan kuch yo'q. Allah subhanahu wa ta'ala dedi: "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha ve ma yumsik fala mursila lahu. Fala mursila lahu min ba'dihi ve huvel azizul hakim." Sure Fatir 2. ayet. Allah subhanahu wa ta'ala halayıqqa rahmetinden içivesse, halayıqqa rahmetini Allah subhanahu wa ta'ala mul qılıvesse, Allah'ın rahmetini to'xtatib qolg'isi yo'q. Allah subhanahu wa ta'ala rahmetini to'xtatib olsa, Allah subhanahu wa ta'ala to'xtatib olgan rahmetni Allah subhanahu wa ta'aladan boshqa hech kim içib etelmaydi, hech qanday kishi rahmet qila olmaydi. Allah subhanahu wa ta'ala hammadan g'olib, har qanday bir ishni hikmat bilan qilg'ishdir degan. Demek her bir kuch Allah subhanahu wa ta'ala'nın kudreti, Allah subhanahu wa ta'ala'nın kulida. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhumadan rivayet qilib dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem degan: "Bilgin, hakikaten barlık ümmet lavi ijtama'at ala an yanfa'uka bi şeyin." Sana bir işni pay yetkizishga birlik kelsa, sana fakat Allah sana kütüvetken işini yetkizelaydı. Eğer bir ümmet sana bir ziyanlık yetkizishga birlik kelsa, fakat Allah sana kütüvetken ziyanları yetkizelaydı. Kalemler kötürülüp buldu, sahifeler kurup buldu. Yani Allah subhanahu wa ta'ala'nın kuluda her kandak kuch. Allah subhanahu wa ta'ala'ya tayansan, Allah subhanahu wa ta'ala seni qo'g'daydi. Allah subhanahu wa ta'ala'nın kuchsiz hech kandak bir kishi Allah subhanahu wa ta'aladan kelgan Allah'ın gazabını qo'g'dab qolmaydi. Fakat Allah o'zilam rahmet qiladi ve o'zilam yamonlikni qaytiradi. Allah subhanahu wa ta'alaga asilik qilgan har qanday bir shaxs qandaqmi ko'ngli xotirjam turib asilik qila olsin, o'zini men to'g'ri ish qildim deb o'ylay olsin, o qilgan har qanday qilmishida mening qilgan ishim durustmi, durust emasmi, men mushu qilgan ishimda yaratgan Parvardigorimning roziligini izdimmi yoki Parvardigorimning g'azabiga yo'liqmanmi deb o'zidan so'roq qilmay, o'zidan hisob olmay har qanday bir asi qandaqmi xotirjam turib jinoyat qila olsin. Chunki o asini Allah subhanahu wa ta'ala'nın azabidan qutqazg'uchi Allohdan bilak hech kim yo'q. Undaq bo'lgan ekan, har qanday bir asilik qilg'uchi darhol pushaymon qilib Allah subhanahu wa ta'ala'nın dunyolik va oxiratlik azobidan saqlanadigan, Allohning rahmeti bo'lgan islom din hidoyati ostiga qaytib kelishi lozim. Allah subhanahu wa ta'ala asilik qilgan kishilarga Allah'a haqiqiy pushaymon qilsa, Allah tövbesini maqbul qiladi. Lekin Allah subhanahu wa ta'alaga asilik qilib pushaymon qilmay, Allah subhanahu wa ta'ala'nın tushirgan siyosat, qonun, Qur'on, hadisdagi buyurgan programmalarga parvo qilmay, Allah subhanahu wa ta'ala uni pushaymon qilishga buyursa, tövbe qilib qaytib kelishga buyursa, Parvardigori tarafiga qaytib pushaymon qilish to'g'riliq fikr qilmay, o'ylanmay, gunoh ma'siyatlarni kelajakdagi hisob borligiga qaramay qilaversa, har qanday bir ish qilsa, qarg'ulacha kelgusi qiyomatning borligiga qarata tafakkur qilmay, o'zining hayotidan hisob olmay, qarg'ulacha harakat qilaversa, bundaq insonni Allah subhanahu wa ta'ala öz kudret bilen, öz cheksiz bo'lgan azobi, qiyomat azobi bilan, oxiratdagi do'zax azobi bilan jazolashga Allah hisob qilish qodir. Demak, bundaq kishi dunyodagi hech qanday bir qo'shin bilan, hech qanday bir
kuch-quvvat bilan Alloh subhanahu va taolaning azobidan saqlanib qala olmaydi-ki, har qanday kuch-quvvat, har qanday qo'shin, har qanday bir zo'r kuch faqat Alloh subhanahu va taolaning mulki qilishimiz. Ham Alloh subhanahu va taola azoblamoqchi bo'lgan, Alloh subhanahu va taola hisob olmoqchi bo'lgan kishidan hech qanday kishi Alloh subhanahu va taolaning azobini chekindira olmaydi. Shuning uchun qandaqmi bir musulmon ya qandaqmi bir inson payg'ambarlarning chaqiriqiga, bo'libmi Muhammad sallallohu alayhi vasallamningki chaqiriqiga ko'ngil bilmay tura olsin. Yaratquchi Alloh subhanahu va taolaning buyruq farmonlari va cheklanmalariga ko'ngil bilmay tura olsin. İlgirki payg'ambarlarning tarixiy vaqaliklarida ilgirki payg'ambarlarni yolg'onga chiqargan, ularni e'tirof qilg'ili unamagan har qanday bir zolim qavmlarning halok bo'lganlik vaqaliklarini anglab turib aql ko'zi bilan ko'radigan bir mu'min yoki bir inson qandaqmi Alloh subhanahu va taolaning azobidan qo'rqadigan biri har qanday bir kuch-quvvat bor deb uningga isilib o'zini go'llay olsin. Hech qanday bir Alloh subhanahu va taoladan bilak uni qutqazish yo'q. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan. Sizlar 7 ishqa oldiringlar. Sizlar hal tantaziruna illa faqran munsiya. Sizlar naiti yaman bo'lgan namlatchilikni kuzatamsizlar. Shundaq bir namlatchilikki, sizlar o'zinglarning turmushiga uyg'onmaydigan shundaq bir namlat kunda qat bo'g'icha Alloh sizlarga bergan turmushda, hissatda Alloh yo'lida chiqim qilinglar. Yoki g'inan mutqiya sizlarni hakovurlashtirib qo'ydigan boylikni kuzatamsizlar. Beyg'ansi aqlinglar, qalbinglar mal dunyoga tortib ketib, Alloh subhanahu va taolo yo'lda chiqim qilg'ili unamay baygan, chiqim qilg'ili unamaydigan shundaq zo'migar, shundaq hakovur bo'lib qildigan, shundaq bir o'zinglarning shum hayotiga yetib qoldigan shundaq bir kunni kuzatamsizlar. Yoki sizlarni holinglarni nachar qilib qo'ydigan kasallik kuzatamsizlar. Yoki sizlarni dunyodan yo'qning qatoriga chiqarib qo'ydigan qiyriqni kuzatamsizlar. Yoki mavtan mujiza sizlarni dunyodan tuyuqsiz atkiladigan o'limni kuzatamsizlar. Yoki dajjalni kuzatamsizlar. Dajjal kutildigan, bundan keyin keladigan Alloh xabar bergan g'ayb ishning eng yomoni. Yoki qiyomatni kuzatamsizlar. Qiyomat tixmibak yaman, tixmibak achchiq, tixmibak zo'r bo'lgan xapliq deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizni mana bu shundaq yuqorqi shu bizning hayotimizning o'tab keladigan kunlari keladigan 7 ish kelishdan burun 7 ishni qadrlashimizga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam alohida buyurdiki, bizni Alloh bergan hissatni Alloh yo'lida chiqim qiladigan, ko'nglimiz uchiq turadigan, Alloh yo'lida chiqim qilsa xush bo'ladigan shundaq yaxshi sahiy holatimizni yaxshi ko'rishni, sahiylik qilishga davom etishimizni, sog'lomligimizni qadrlashimizni, yoshligimizni qadrlashimizni, hayotimizni qadrlashimizni, dajjal chiqib qilishdan burun Alloh rozi bo'ladigan yaxshi ishlarga shoshilishimiz, yaxshi ishlarga davomlashishimizni, qiyomat bo'lishdan burun qiyomatga tayyorlik qilishimizni mana bu hadis bizga ogohlantirdi. Bo'libmi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xabar bergan dajjal qiyomat kuni kishi bir qitim kirdi. Ammo shu dajjal kap bo'g'ichima shundaq ig'ir kunlar mana Sharq Turkiston Uyg'ur musulmonlarining hozirgi hayotida dunyodagi ba'zi Myanmar musulmonlarining inanilgan biz bilmaydigan xalqlarda yana shundaq qabullarni tatgan musulmonlar yo'q degil bo'lmaydi. Dajjal ularga
aşkarı bo'lgan kundikidek shundoq yomon kunlar hozir bo'ladi. Bir odam Alloh subhanahu va taologa samimiy bo'lib, yaxshilikqa yuzlanmaydigan, ularni mayli hissat orqali, bisim orqali, zarba orqali, o'ltirish orqali, jazo lagerlariga solash orqali, sharm hayoslarga o'ldirib kirib, shunday zarb berish orqali, mana Xitoy kommunistlari bizning Sharq Turkiston zaminida, Myanmarda buddistlar ana shunday bizni Alloh subhanahu va taologa xotirjam yaxshilikqa iqtisodimizni chiqim qiladigan yoki Alloh xotirjam chuqurib ibodat qiladigan har qanday bir huquqimizga aralashib har qanday bir huquqimizni dafsanda qiladi. Demak, mana shunday qattiqchilik kunlar kelishdan burun biz hayotimizningki vaqt erkinligimizning qadrini bilishga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bizni buyurdi. Endi bilmaganlar bilishimiz kerak. Hem şundaqla chet eldikilar erkin dunyoda yashayotganlar cho'qim ana shunday qattiqchilik kunda qilayotgan qarindoshlarimizni aslab bo'lsa-mu, shularning ustiga kelgan zulmning ko'tarilishi uchun biz shularning bir qarindoshi bo'lganlik uchun biz doim Allohga haqiqiy qulchilik qilish fursatini g'animat bilish gardimizda vojib ekanligini bu hadis bizga ogohlantirdi. Musulmon qarindosh, har qanday bir musulmon qarindoshlarimiz hammamiz Alloh subhanahu va taoloning ilkida, Alloh subhanahu va taoloning qudrati, Alloh subhanahu va taoloning qo'lida. Qancha kuchli bo'lib ketsak-mu, biz yana Alloh subhanahu va taoloning qo'lida. Biz qancha kuchli bo'lgan shu kuchimizmi, agar Alloh subhanahu va taolo bizga hayot fursatini bermasa, Alloh bizga bergan qanday bir kuchli ne'mat bizga asqatmaydi. Masalan, bizningki vujudimizdan, qon tomirimizdan, mingimizdagi qon tomirlar, shu qon tomirlar ichidan bir qon tomirlar qatiblam qoldigan bo'lsa, bizningki vujudimizga palajlik, ko'zimizga ko'rlik, quloqimizga gasliq, isimizga isini yo'qtish maydoniga keladi. Yangidan bo'lgan bir o'simlik odam dunyoga keladi. Shuncha biz to'plagan iqtisod, kuch-quvvat, guruh, jamoatlar ya dunyoda qanchalik zo'ravon kofir bo'lib ketsin, uning to'plagan guruhi, jamoati, tashkilotlari uning boshiga kelgan shu qattiq kasal, shu qon qitish yoki shunda qon tushishdan iborat bo'lgan shunday ofat yuz bergan chaqda ularni qutqizishga, ularga hech kim yordam qila olmaydi. Demak, insonning hayoti dunyodagi bir dunyoning do'zaxlaridan, dunyoning xabliqlaridan bir xabliqqa aylanadi. Unda qilganida insonning quloqi, ko'zi, yurikining iqtidorlarini bilishga kim ega bo'ladi? Şu palaj insanның hareketlenişiga kim ega bo'ladi? Masalan, dunyoda kafir davlatlardan, kommunist davlatlarning ma'lum davlatdan bir davlatning raisi, Castro degani, ashumo palaj bo'lib, shunda dunyodan ketdi. Demak, uni shuncha partiya guruhlari qutqiza oldimi? Qutqizolmadi. Demak, Allah subhanahu va taala ana shunday palajlikni bersa, hech qanday kuch-quvvat Allah subhanahu va taolaning azobidan ularni qutulib qolmaydi. Hattoki insoniyatga eng yaqin, shu palaj bo'lib qolgan insonga eng yaqin hamrohlari, qavmi qarindosh urug' tuqqanlarimi mushu odamningki turmushi, mushu odamning hayotiga qarashdan, qanday qilib biqishdan, qanday qilib turmushini yaxshi o'tkazishdan, qo'rqqanlikdan darhol ruhiy kasalliklar yoki ana shunday palaj kasalliklar doktorxonasiga bu odamni olib yotqizib qo'yishni maqsad qiladi. Demak, har qanday bir musulmon, har qanday bir inson Allohning qo'lida. Sen o'zingning aqlingga, harakatingga, quloqingga, ko'zingga
igulanmaysa, senin etrafındaki en yakın adamların mı? Ve sen onlara en yakın adamlar mı? Sen onların kabiliyetleri, iqtidorlariga sen igulanmaysa, ular senin kabiliyetin, iqtidorlaringga igulanmaydi. Allah subhanahu wa ta'ala sana bir xafalık, bir azap yetkizey dese, milyonlagan yollar sana azap yetkizadigan. Mesela her kandak insanın bedendeki her bir orun rak kişilininki gumaşçısı. Belki Allah subhanahu wa ta'ala halap kalsa her kandak bir insanınki her kandak bir ornuğa şu orundaki hücrelерге rak kişilini payda kılışka Allah subhanahu wa ta'ala kadir. Yeniden ispatlangan ilim pende şundak bir yakın çıkıldı ki insanın bedeni de her kandak bir orunda rak kişinin payda kılınış ihtimallığı ba. Allah halisa şu rak kişel şu orunda Allah payda kılışka şundak irade kılıp kozgap koşula şu orun rakka ayınlık gidiyor o diyallikni var doğan yakınını hazırki yeni ilimpen çıkardı. Demek kıyırındaşlarımız insan kança özünü kuşlu sanığını bilen Allah subhanahu wa ta'ala'nın ki küçük kudreti aldı da aciz. İnsan özünün zoravallığı, mütekebbirliği çikidin eşkilen kançilik özünü çoğun sanığını bilen Allah subhanahu wa ta'ala'nın ki kudreti aldı da aciz. Demek onun hayatı, yürükünün her bir sokuşu, her bir toktişi ve hareketlenişi Allah subhanahu wa ta'ala'nın onunla hayatlık verişine bağlı. O nümüyü kıranlaydı. Çünkü Allah bir kıtım onun kalbideki sokuşunu toktup koysa derhal onun hayatı ahırlaşır. Şunun için Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki inil kafiruna illa fi gurur. Fakatla kafirler özünü gullaş, mağrurluş işittirvatıdı. Yani kafirler tigi yok, asası yok. Dünya menfaatiga onun hacmidin çoğ boğan, toğru boğmagan bir bahane verip, toğru boğmagan bir kımmet köz karışlan hayatı dünyaga qarğallık tüpeyledin. Ular özününki kelgisi istikbali, ahiretlik hayatı Allah subhanahu wa ta'ala aldıki mesuliyetinden özünü gullavatıdır. Her kandak bir insan Allah subhanahu wa ta'ala'nın tarafıdın bilek tarafke asas sınıp bilek tarafke yüzlengen vaxtıda Allah subhanahu wa ta'ala'a itaat kılıştın baş taatkan vaxtıda özü şehvat menfaatleri bilen aldaydı. Allah subhanahu wa ta'ala dedi ki estağfirullah ya eyyuhen nasu inne va'dallahi hakkun فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Sure Fatır 5. ayet. Ey halayık! Hakikaten Allah Teala'nın siladın kıyamet günüsü hesap alıdığan vadisi rast. Silani dünya hayatı gullap ketmesin. Ve silani Allah Subhanahu ve Teala aldı ki mesuliyetinle karta kul haşinlardan ibaret gulduğuçı dünya menfaati gullap ketmesin. Bilimsiz hata hayal olan özünü gullavatkan her kandak bir insan Perverdigarınga aşilik kılgan vaktında her kandak bir insan kimlerge asasınıp kimlemini Perverdigarının azabının kutkuza dep kılvatsa her kandak bir insan Allah Subhanahu ve Taala'ga karşı orunda turmakçı bolsa Allah Subhanahu ve Taala'ga aşkarı Allah buyurgan işqa aşilik kılmakçı bolsa Allah Subhanahu ve Taala'nın çekligen haram kılgan işlerinin hürmetini yissa Allah Teala eziyet bir iştin çekligen Allah Subhanahu ve Taala'nın dostları Allah Subhanahu ve Taala'nın mümin kullarına eziyet verse Allah Subhanahu ve Taala onu israf kılıştın, buzuştun ya ki onun yamanlık kılıştın çekligen Allah Subhanahu ve Taala'nın her kandak bir mahlukatlarına eziyet verse
yer sharida yo'g'onchilik qilib, mutakabbirlik qilib, buzg'unchilik qilsa, xaloyiqning mollarini o'rinsiz, haqsiz, o'zining haq taraqquzsiz bulab, bulan-tarash qilib, ularning mollarini olib olsa, yuz obro'ylari ularningki sharmi hayolarga bosqinchilik qilish, tajovuz qilish, hurmatini to'kishidan yomonlik qilsa, bilsinki, ularning oldida ularni jazolaydigan osmon va zaminning egasi bo'lgan ulug' Parvardigor Alloh subhanahu va taolo bor. Alloh subhanahu va taolo o'ziga qarshi chiqqan har qanday bir kishini tutalaydigan, Alloh oldiga borgan vaqtida qancha kuchli kishi ojiz bo'lib qoldigan shuncha kuchli, ulug' qudratli bo'lgan Allohdir. Allah subhanahu va taoloning jazolashidan, Allah subhanahu va taoloning hukmidan, Allah subhanahu va taoloninki do'zaxidan bundaq osini kim qutqiza oladi? Kim panoh qilib oladi? İnsan Allah subhanahu va taoloning programmasiga qarshilik qilishingdan burun, ravus yo'ldan, Allah chaqirgan islom yo'lidan, payg'ambar alayhisalom boshlagan to'g'ri bo'lgan din, hidoyat yo'lidan chatnab ketishingdan burun, Allah subhanahu va taologa oshilik qilishingdan burun fikr qil. Seni Allohning azobidan qo'g'daydigan bir kuch-quvvat bormi? Sanab burilmaydigan, to'xtib burilmaydigan mangulik do'zax azobidan seni qo'g'dab qoladigan bir kuch-quvvat bormi? deganlikda o'ylanib baq. İnsan kichikkina birdam o'ylanib baqadigan bo'lsa, hatto o'zining hayoti millionlagan xatarda turadi. Uning nafsi, uning ko'rish qudrati, uning harakati, uning turmushi, uning oilasi, uning jamiyati, uning davlati, uning zamini doim xavf ichida. Demak, inson doim Alloh subhanahu va taologa ehtiyoj. Hattoki uning uyi, ishlash o'rni, safari, bir yerda muqim turishi, aeroplanlarga chiqib, u yoqdan bu yoqqa safar qilishi, mashinalarda safar qilishi, turmush va iqtisod tijoratda foyda olish, ziyon tortishi, ya tavrash yoki ya tavramaski, har turli baloya ofat, yomonlik o insonni har sukunatda kutib turdi. Mana shundaq har turli xatarlardan insonni qo'g'dab qoladigan, insonga sog'lom hayotni bergani faqat Alloh. Uning shukr qilg'ili unimig'ini faqat tuzkur kofir va har qandaq bir tuzkur inson. Shuning uchun biz qandaq bir inson bo'layli, Alloh bergan ne'mat ichida yashagan ekanmiz. Darhol Alloh subhanahu va taoloni tunayli, Alloh subhanahu va taologa itoat qilayli. Agar Alloh subhanahu va taoloning programmasiga itoat qilguchi, bo'ysunguchi bo'lganmisa, Allah subhanahu va taolo avatgan payg'ambarga yo'lliqlarni qabul qilib itoat qilg'ilmasa, Allah subhanahu va taolo men oxiratda o'zimning azobidan saqlayman degan Allah buyurgan ishlarni qilg'ilmasa, Allah subhanahu va taolo soy beradigan, yetta Allah'ның sayısıga erişidigan, hech qandaq soy yo'q kunda soyga erişidigan, Allah subhanahu va taologa ibodat bilan o'sgan, yetti kishining biri bo'lgan, yoshning qiliqi o'xshash Allah subhanahu va taologa qulchilik qilish bilan o'tkili unimsa, Allah subhanahu va taologa haqiqiy o'zining ehtiyoji, o'ziningki barliq daftarini to'kib, Allah subhanahu va taolodan tilamay, Allah subhanahu va taologa but, haykal, mazoi mashoyix va har qandaq bir moddiy manfaatni Allah subhanahu va taologa shirk keltirib, faqat Allah subhanahu va taologa xos bo'lgan tilak, Allah subhanahu va taolodan o'taydigan yordamni har qandaq bir Allohning g'ayridan tilasa, mana shundaq odamni Allohning azobidan kim qutqaraydi? Allah subhanahu va taoloning rahmatiga kim eriştira oladi? Chunki Allah bergan ne'mat ishida yashab turib, ne'matga
tuzkurluk qilgan bundaq insonga hech qandaq bir kishi ega bo'la olmaydi. Siz va har qandaq bir inson aslida haqiqatni bilgan bo'lsak edik, yalg'iz Alloh subhanahu va taologa tayangan bo'lardik. Alloh subhanahu va taolodan bir narsani tilash orqali Allohga ehtiyojimizni degan bo'lardik. Har qandaq bir moddaga cho'qinmagan bo'lardik. Faqat moddani Alloh bizga ruxsat qilgan, bizga foydalanishga buyurgan doirada ishlatgan bo'lardik. Alloh subhanahu va taolo bizga har qandaq bir qilgan ishimiz va qilgan tirishchiligimizga nisbatan o'zi ega bo'ladi va o'zi qo'lchi bo'ladi. Shuning uchun har qandaq bir inson haqiqiy Alloh subhanahu va taologa o'zining sadoqatmanligini xolis qilaman. Men Alloh subhanahu va taoloning ne'matini toniy olmabdiman deb pushaymon qilgan bo'lsa, darhol Alloh subhanahu va taoloninki muhabbati, Alloh subhanahu va taoloning tarbiyalashi, Alloh subhanahu va taoloninki to'g'rilga yuzdan durish tarafiga qaytib kelsin. Dunyodagi har qandaq mag'rurlanganlar, har qandaq aldangan qatorida aldanmasin. Mu'min degan o'zining kuch-quvvatiga, o'ziningki hushyorligiga, o'zining miliga, o'ziningki o'g'il balavaqa, partiya guruhi, jamoatiga ishonib qolmaydi. Faqat Alloh subhanahu va taologa ishonadi. Alloh subhanahu va taolo buyurgan yo'lruq ishida Alloh subhanahu va taolo uningga bergan ruxsat va ko'rsatmishida hayotini foydalanadi va Alloh buyurgan yaxshi amallarni qilish, Alloh bergan yo'lruqlarni ijro qilishda, Allohga sevimli qul bo'lib ibodat qilishda davom etadi. Nima uchun Alloh subhanahu va taologa mana shunday qulchilik qilish bizning ustimizga lozim desa, Alloh subhanahu va taolo buning javobini berdiki, astag'firullah. Amman hazallazi yarzuqukum in amsaka rizqa. Sizlarga Alloh subhanahu va taolo rizqini to'xtatib olsa, kim rizq beradi? Shuning uchun dunyodagi qancha taraqqiy topgan davlatlar bo'lsin, hammasi Allah rizq bergan ziminlardan, Allah rizq bergan insonlardan, Allah rizq bergan mamlakat davlatlardan iqtisod yig'ib taraqqiy qiladi. Shunga hozirgi zamondagi fan taraqqiyot da taraqqiy qilgan davlatlar Muhammad alayhisolatu vasallam o'z ummatini, o'zining musulmon ummatini xos boylik chiqadigan yerga o'rinlashtiryapti ekan degan mana shunday so'zni qilgan. Demek bunun ma'nosi nima? Alloh subhanahu va taolo musulmonlarga ularning ziminlarini shunday boylikqa to'shqizib atgan. Alloh ularga shunday barkat, shunday keng rizqni bergan. Mushu rizq berilgan musulmonlarning huquqiga, ziminiga, boyligiga kofirlar ko'z qizatib ularning yurtiga tajovuz qilgan, ularningki huquqlariga tajovuz qilgan, ularning diniga, ularningki haq bo'lgan İslam hürmetiga ular qarshilik qilgan. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo deydiki, hayotlikdagi har bir rizq faqat kimningki? Alloh subhanahu va taoloning. Alloh subhanahu va taoloning bo'lganligi uchun har qanday bir inson mayli dunyoning qaysi joyda yashagan bo'lsin, u yashagan zimin Allohning, u yegan buğday qo'noq Alloh bergan zimindan chiqqan, u ichgan suv Alloh bergan, ziminda Alloh qo'ygan suvni ichgan, u mingan, chiqqan, qatnashgan har qanday bir u chiqqan, u yoqdan bu yoqqa qatnagan har qanday qatnash bosqichining hammasi Alloh subhanahu va taolo bergan nipit, Alloh subhanahu va taolo bergan har qanday ham materialdan mahsulot, ham materialdan energiya quyish bilan harakat qilgan. Unda bo'lgan ekan, har qanday bir inson men yer sharida yashayman deydi ekan, faqat kimga ham haqiqiy shirk keltirmay qulchilik qilishi lozim ekan, kimning buyruqlarini qabul qilish lozim ekan, kimning azobini qo'yish lozim ekan desa,
yekkigani bo'lgan Alloh taolaning azobidan qo'rqish lozim. Yekkigani bo'lgan Alloh taolaning suyumlik payg'ambar Muhammad alayhisolamning yumruqlarini anglish lozim. Cheklimlardan yenish lozim. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo deyki, astag'firullah walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ardi. Agar haqiqatan shahar aholisi, kent aholisi iymon etgan bo'lsa, taqvodor bo'lgan bo'lsa, ularga biz osmonlardan barakatlarni ichatatdik va zamindan barakatlarni ichatatdik dedi. Yine Allah subhanahu wa ta'ala dedi ki Sura Arab 96. ayette agar haqiqatan kent ahli iman etgan bo'lsa, taqvodor bo'lgan bo'lsa, albatta biz ularga osmondan barakatlarni eshitatdik va zamindan barakatlarni eshitatdik. Sura Arab 96. ayet. Yine Allah subhanahu wa ta'ala dedi: "Walau annahum aqamut Tavrata vel Injila ve ma unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim ve min tahti arjulihim." Agar ular Tavratni va Injilni qonun qilib turg'izib, Tavrat va Injilning hukmlariga amal qilib, cheklimlaridan yanadigan Tavratni o'zining hayotida, jamiyatida, davlatida Tavrat va Injilni ayni vaqtdagi Yahud nasoralar haqiqiy amaliy amal qiladigan qonunga, amal qiladigan hayotlikqa, amal qiladigan programma va amaliy ijroatga aylantirgan bo'lsa edi, ve ularning Parvardigoridan tushirilgan Qur'oni Karimni hozir ular o'zlarining amaliy hayotiga tatbiq qilgan bo'lsa edi, albatta ular o'zlarining ustidan va o'zlarining putlari ostidan rizq yetdiki, Alloh ularga o'ylamagan yerdan rizqlarni berotdi dedi. Yine Allah subhanahu wa ta'ala dediki: "Wa allav istaqamu ala'at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa linaftinahum fih." Ular Ravrus yolda Ravrus turgan bo'lsa, albatta ularni biz mo'l bo'lgan yomg'ir suyidan so'rgan bo'latdik. Ularni shu bergan ne'matimizda sinishimiz uchun dedi. Sura Jin 16-17 oyat. Demak, mana bu oyatlar bizga butkul rizq Alloh subhanahu va taolodan kelganligi, inson va butkul insoniyat o'zining hayot dunyoda davom etishi, o'zininki ailesinin devam etişi, özününki cemiyetinin devam etişi de fakat mengu tirik boğan Allah subhanahu wa ta'ala'nın mengu hem işki mes'ul boğan, mes'ul devamlık boğan rızık bergiçi Allah subhanahu wa ta'ala'nın rızık verişine muhtaç işgallikini bu ayetler bizge bayan kıldı. Yani Allah subhanahu wa ta'ala dedi ki muşu bizge berilgan rizqninki Allah subhanahu va taolo tarafidan navoda to'xtatib qo'yilsa, bu rizqni sizlarga kim beradi deganlikdan iborat. Bizni Alloh o'zi bergan rizqdan mahrum qo'ydigan bir azobining borligini bizga ogohlantirdi. Dediki, sizlarga kim rizq beradi? Alloh o'z rizqini to'xtatib qo'ysa. Mesela asman yağmur yağdırmasa, biz kandamı yağmurlarını yağdırış kabilimiz. Nurgulluğun mesurafla ziraat ve neyi vermeydi? O vakitte biz ne diyemiz? Mesela Afrika şehirlerinin bazısı 7 yıl kurgakçılık yetti. O yerdeki her bir şey yalakulap gitti. Mana muşundak boğallık tüpeyden hazır kadar Afrika şunç kanınızımın durup acayışlık yüz vermekte. Mesela biz nurgun devletlerden, özümüz yaşavatkan her kandak bir devletlerden, burun ötken nurgun devletlerden şu devletlerge sel ya ki su apti ya ki bire kurgaşılık yüz bergenlik tüpeyildin, o yurtlarda yağmur yağmagan, ya şubesi vargan, ya bira afet, boğallık, ya her türlük afet kesellikleri, şu ösümlükler işidigan afet kesellikleri, ya borallığa tüpeylidin bir devletke,
ana aşundaq bir balaya afat kelse şu hamallan şu devletdeki neçi milyon meyve çiviler, ziraatlar, buğday konaklar, meyve şerbetler hemmisi kurup gidiyor. Ya ki halak bulup gidiyor. Ya bulap boğun vayran bulup gidiyor. Neçi milyon çar ola vayran bulup gidiyor. Ulağı yigili naş yok vayran bulup gidiyor. Bazısı kesel tigip vayran bulup gidiyor. Neçi milyon tohula vayran, uşak vayran bulup gidiyor. Hatta ki onu yiyen, o uşak kuşlar hayvanatları kesel bulup, onu yiyenlerin biz ölüp gidiyor. Mana muşundak balay afetler, mana muşundak rızıklarının kesilişi kimnin kolunda? Allah Subhanahu ve Taala'nın kolunda. Onda boğan iken her kandak bir insan, her kandak bir Müslüman kandak kılış gerek dese, fakat rızık bergücü Allah der, şu Allah bergen rızıkka Allah Subhanahu ve Taala'ga hakiki kulçuluk kılış gerek. Hem Allah Subhanahu ve Taala her kandak bir insanga o insan şu kesip şu iktidar arkalık özü ailesinin rızkını tapalaydıgan iktidarını Allah Subhanahu ve Taala bergen. Muşumu Allah Subhanahu ve Taala'nın bergen rızkı. Hem şu iktidarlarının akıdığan bazarlarını Allah Subhanahu ve Taala içip bergen. Undaq boğanakda insan meyli küçük meyli çoğun her kandak işte Allah Subhanahu ve Taala'nın rızık birişinin Allah Subhanahu ve Taala'nın ki igi buruşunun yirak duralmaydı. Undaq boğanakken o nerede bolsun, kandak bir sükunet minutda bolsun, Allah'ın rızık işidi boğallığı üçün Allah Subhanahu ve Taala'ga Allah bergen rızıkka şükür eytiş gerek. Allah Subhanahu ve Taala ahirki ayet dedi ki bellejju fi utuvin ve nufur. Yukarıdaki ana aşındak sanaksız rızıklarga Allah Subhanahu ve Taala yeni bir ayet dedi ki estağfirullah ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Allah Subhanahu ve Taala'nın nimetini statistik kılıp sanap baksanlar sanap to'xtib bulanmayızlar dedi. Demek bunda sanap to'xtib bulanmadak Allah Subhanahu ve Taala'nın nimetini, rızıklarını dünya insanları hazırki zamandaki milyon insanları yaptırıp bula Allah'a kulçuluk kıldı mı dese belki olar çikidin eşiş haktan yirak duruşta çıng turib aldı. Yani hak karşıtırış çıng turib aldı. Asi buluş çıng turib aldı. Kafir Allah Subhanahu ve Taala'nın buyruğunu rad kılıp atıdı. Hakka karşı çıkatıdı. Allah Subhanahu ve Taala'ga itaat kılıştın özü çıng tutatıdı. Özünü mü hem başkalarını mı haktan yiraklaştırıtıdı. Demek mana muşundak işini kılıp atkan en nemolluk hazırki ülgelerden birisi Xitay komünistleri mana. Neçi milyon kafir bir Xitay zemini yaşaydı. Lekin onunla birilgen şunçilik rızık, şunçilik ihsat, şunçilik nimetlerinin hiç qaysidan igisi Allah Taala'nın hesap aldığanlık tarafıga mütekebbirlik kılıp, yoğançılık kılıp yüzlenmeydi. Özümü Allah'ka yüzlenmezsin. Sırt Allah'ka yüzlengen Şarkı Türkistan mümin Müslümanlarını ola Allah'ka yüzleniştin, Allah'ka şükür etiştin, hakiki rızık bergücü igiske kulçuluk kılıştın. Ulanı bula kiçik gündüz çekle atıdı. Demek mana şu ayetteki Allah'ın nimetiga tuzkurluk kılganlık mana şu Xitay komünistlerinin hayatı da iliq görendiki belki ular hakka çoğunçuluk kılışta haktin özü ve başkalarını ürkütüşte çın turib aldı degan muşa haq ameliyat mana Xitay komünistlerinin ve dünyadaki yeni muşa oxşaydigan nurgun kafirlarının hayatı da Myanmar'daki Müslümanlığa tecavüz qilayotgan kafirlar, İsrailiya kafirleri, nurgulgan kafirlarning hayotida mush ish ko'rinmoqda. Va nurgulgan dunyoda Alloh qarshi chiqishi xristian zolimlar, kafirlarning hayotida ko'rinmoqda. Mu'min degan mana shundaq Allah Subhanahu ve Taala'nın ne'matlarini aql ko'zi, fikr ko'zidan ko'rganlik tufaylidan Allah Subhanahu ve Taala'nın buyruğunu rozimanlik bilan ve ko'l xo'shallik bilan topshiradi. Allah Subhanahu ve Taala'ga itoat qiladigan ishda o'zini doim yaxshi ko'rib turib qurbonlik va yaxshi ish qilishga qiziqtiradi va yaxshi ish maydonida turadi. Allah Subhanahu ve Taala belgilagan barliq belgilarni bijandil oldi sap turib ijro qiladi. Chunki uning qalbi,
onun ma'naviyati, onun fikri, onunki haqiqiy sap yürek sadası Allah Subhanahu ve Taala'nın haqiqiy kudret ekanligini, her kandak kuş-kuvvet ve her kandak bir urguluk Allah has ekanligini, Allah Taala'nın azabıdan saklap, qoğdap kalıdığan hiç kandak bir kuş-kuvvetinin yok ekanligini, fakat Allah'ın rahmetiga erishish ve azabıdan dünya ahiret saklanışının bir yolu Allah evetken peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin kösetmeleriga amal qilishi, cheklimeleridan yenishi, Allah'a sadaqatman qul bo'lishdan bo'ldiganligini bular haqiqiy ishonib amal qiladi. Hammamizni Allah subhanahu va taala mana shunday ixlosman sodiq mu'min qullardan bo'lishga nasib qilsin. Va salli ala Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in.